Nega jonimiz og'riganda onajon deymiz? Chunki onadan boshqa zot yo'q, hech ikkilanmasdan hamma narsasini bolasi uchun beradigan. Yaralishimizdan boshlab ona bilan bog'langan bo'lamiz, hatto umrimiz tugaguncha. Aytishadi-ku, otang vafot qilsa bolaliging tugaydi. Onang dunyoni tark etsa hamma narsang tugaydi. Onagina beminnat, hattoki ba'zan ba'zi holatlar jigarlaringga ham yoqmaydi. Birga umringni baxshida etganing turmush o'rtog'ingga, hattoki joningdan jon berib berganing bolangga ham yoqmay qolasan. Lekin ona seni har qanday holatda boricha qabul qila oladi. Siz onangiz uchun nima qila olasiz? Joningizni bera olarmidingiz? Oxirgi marta qachon xabar olgan edingiz?